salqin saharlarda bodom gulida, binafsha labida yerlarda bahor, qushlarning parvozi, yellarning nozi, baxmal vodiylarda, qirlarda bahor. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, jajji bolajonlar. Mana bugun biz 21-Gulg'uncha bolalar bog'chamizda Navro'z bayramini nishonlayapmiz. Aziz bolajonlar, men sizlarni yangilanish, yasharish bayrami, bahor bayrami bilan tabriklayman. Hozir shu tadbirimizni ochib berish uchun bog'chamizning mudirasi Dadaboy va Zuhraxonga so'z navbatini beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz bolajonlar, aziz ustozlar, aziz ota-onalar. Mana bugun 21-Gulg'unchamizda Navro'z bayramini nishonlash uchun bayram tashkil etganmiz. Hammalaring shu bayram bilan tabriklayman. Hamma bolajonlar sog' salomat, keyingi Navro'zlarga ham yaxshi bo'lishib, yetib olishlariga tilakdoshman. Maktabga chiqqan bolalarimiz bor. Maktabda yaxshi o'qishlariga ustozlar hammamiz birgalikda harakat qilamiz, bolajonlar. Doim sog' salomat bo'linglar, bayramlaringiz qutlug' bo'lsin.